Siz mulkni ijaraga bergansiz, ijara muddati tugagan bo'lishiga qaramasdan ijaraga oluvchi mazkur mulkdan foydalanib kelmoqda. Bunday holatda qanday yo'l tutish talab etiladi? O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va ijara to'g'risidagi qonunchilikning 14-moddasiga muvofiq ijaraga oluvchi ijara muddati tugagan bo'lishiga qaramasdan mazkur mulkdan foydalanib kelgan bo'lsa, ijaraga beruvchi tomonidan bunga hech qanday e'tirozlar bildirilmagan taqdirda ijara shartnomasini avvalgi shartlari asosida yangidan nomuayyan muddatga ijara shartnomasi tuzilgan hisoblanishi belgilangan. Bundan tashqari, Oliy sud plenum qarorlariga muvofiq ijaraga oluvchi tomonidan mazkur mulkdan foydalanib kelingan va ijaraga beruvchi tomonidan bunga hech qanday e'tirozlar bo'lmagan taqdirda ijara shartnomasi nomuayyan muddatga qayta tuzilgan deb hisoblanishi belgilangan. Ijara shartnomasi nomuayyan muddatga qayta tuzilgan deb hisoblangandan so'ng ijaraga beruvchi, ya'ni siz ijara to'lovlari va boshqa to'lovlarni ijaraga oluvchidan ijara shartnomasi muddati tugagan bo'lishiga qaramasdan undirib olishingiz mumkin bo'ladi.